Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi video ko'p tarmoqli biznes bilan shug'ullanishni boshlamoqchi bo'lganlar uchun ikkinchi video bo'ladi va bu video orzu va maqsad haqida bo'ladi. Bu dunyoda menimcha orzusiz inson bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Kimdir ota-onasini xorijga jo'natishni orzu qiladi, kimdir eng oxirgi modeldagi yangi mashinani orzu qiladi, kimdir ikki etajli hashamatli uyni orzu qilishadi, kimdir farzand orzu qiladi, kimdir boy bo'lishni orzu qiladi va shunga o'xshash hammani ham orzusi bo'ladi deb o'ylayman. Bu dunyoda barcha taniqli bo'lgan mashhur shaxslar, omadli insonlar shu mashhurligiga yetgunicha, muvaffaqiyatlarga erishguncha ularni bu o'zlarining shu orzu maqsadlari yetaklab borgan. Ular albatta aniq bir maqsadlarni o'z oldiga qo'yib, shu maqsadlarning sayin tinmay mehnat qilishgan, har qanday duch kelgan qiyinchiliklarga, to'siqlarga bardosh bergan, ularni yengib o'tgan, katta mas'uliyatni o'z bo'yniga olib, yo'llarida davom etishgan. Chunki aniq bir maqsadingiz bo'lmasa yoki bir orzungiz bo'lmasa, bu dunyoda hech narsaga erisha olmaysiz albatta. Orzu boshqa, bu maqsad boshqa. Orzu bilan maqsadning farqi shundaki, orzu bu hayolingizdagi, fikrlaringizdagi, tasavvuringizdagi ko'tarib yurgan u yoki bu narsa bo'lishi mumkin. Maqsadda esa aniqlik kerak. Maqsad aniq bo'lishi kerak. Uni vaqti, qachon bajarilishi va qanday qilib bajarilishi qadamma-qadam belgilanishi kerak. Bu ham hammasi vaqt soati bilan yozilgan bo'lishi kerak. Endi maqsad sizni agarda harakatga chorlasa, orzu bo'lsa bu hayolingizda, tasavvuringizda yashang. Orzularni avvalambor biron bir daftar tutib, daftarga yozib borish va ularni xuddi ro'yobga chiqqandek, amalga oshgandek deb yozib borilsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Maqsadlikda esa maqsadlarni ham yozish kerak, lekin aniq bir vaqtini belgilagan holda yozish kerak va unga qiladigan harakatlarni qadama-qadam, pog'ona qadamlarni yozib chiqish kerak bo'ladi. Ko'p tarmoqli marketing bilan shug'ullanish uchun siz ham o'z oldingizga bir qandaydir maqsadni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Avvalambor, nima uchun siz bu biznesga qo'l urdingiz va bu biznes sizni nima yetaklab keldi? Bir xil odamlarni pulsizlik yetaklar keladi. Bir xil odamlarni masalan bu yerda biznes qiladi yoki boshqa bir ishda ishlab ko'radi, qandaydir firmalarda tadbirkorlik ko'radi va unda bir hech qandaydir natijaga erishmasdan, muvaffaqiyatga erishmasdan ko'p tarmoqli haqida eshitib, bu ko'p tarmoqli marketing bilan shug'ullanishni o'ziga aqd qiladi. Chunki ko'p tarmoqli biznesda juda katta yutuqlarga erishish mumkin. Buni tarixni o'rganib chiqsa, ko'p tarmoqli marketingda mana Amerikada boshlanishida 1934-yillarda boshlangan bo'lsa, hozirgi kungacha bu ko'p tarmoqli marketing bilan shug'ullanib millioner bo'lganlarning soni juda ham ko'p. Buyuk mashhur millionerlar ham ko'p tarmoqli marketingdan boshlashgan. Mana hozirgi prezident Donald Trampdan bir paytlari intervyu olishganda so'rashganda, siz agarda kasod bo'lsangiz, biznesingiz tamomila kasod bo'lsa, ishni nimadan boshlagan bo'lardingiz deb so'rashganda, men biron bir ko'p tarmoqli marketingni tanlab, kompaniyani tanlab, ularga a'zo bo'lib, shu ko'p tarmoqli marketing bilan shug'ullanardim deb aytgan ekan. Va bu milliarderning fikrini qarang, bu ko'p tarmoqli marketing shunaqangi ahamiyatga ega. Yana bir qancha mashhur millionerlar ham bu to'g'risida fikrlarini o'zi aytib o'tgan. Mashhur millioner mana ko'chmas mulklar bo'yicha millioner Robert Kiyosaki, u ham aytadi, ko'p tarmoqli biznes bilan shug'ullanish kerak, boshlash kerak. Chunki ko'p tarmoqli biznesda ozgina sarmoya bilan ishni boshlashingiz bo'ladi. Sizning ishingiz mahsulotni iste'mol qilib, buni taassurotlaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan bo'lishish va sekin-asta tarmoq yig'ib borasiz. Endi bu biznesga siz qandaydir aniq bir aqd bilan, qandaydir boshqa yana bir zapasda bir qandaydir ishim bor degandek bir tayanib qolmasdan, hayolingiz bo'lmasdan, faqat shu ish bilan shug'ullanishingiz o'zingizga o'zingiz aqd qilishingiz kerak. Shunga endi tirikchilik o'tish kerak. Tirikchilik qilayotgan bironta ishingiz bo'lsa, bu ishni davom ettirasiz, lekin har kuni 3-4 soat vaqt ajratsa bo'ladi. Bu ham bo'lsa ma'lumot o'rganish, shu ko'p tarmoqli marketing haqida ma'lumotlarni, informatsiyalarni ichiga sho'ng'ib, tushunib, anglab, nima mohiyati qanaqa, tuzilish qanaqa, nima uchun
hamma shu savollarga o'zingiz javob topib, shu informatsiyalarni o'rganasiz va sekin-asta hamma narsa sekin oydinlashib, ayonlashib boraveradi. Va vaqti kelib daromadingiz shu hozirgi ishlayotgan ishingizdan, vaqtincha ishlayotgan ishingizdan ortib ketgandan keyin sekin yig'ishtirib qo'yishingiz ham bo'ladi. Ko'p tarmoqli marketingga to'la sho'ng'ib 3-4 soat emas, 8 soat, 10 soat boshlanishida agarda vaqtingizni sarflasangiz, kelajakda albatta millioner bo'lasiz. Har qanday ko'p tarmoqli marketingga ham kirib ishlab ketish bu noto'g'ri albatta. Uni avvalambor o'rganib chiqish kerak. Qanday, necha yildan beri bu ko'p tarmoqli marketing kompaniya mahsulotlari qanaqa, nima deydi, ko'p insonlar uchun bu talab bormi bu mahsulotlarga, ko'p insonlarga shularni o'rganib chiqish kerak. Va bu mahsulotini o'zingizda ozgina mana tatib ko'rib, sinab ko'rib, iste'mol qilib, natija olsangiz va shu ko'p tarmoqli marketingni yaxshilab o'rganib, rahbarlarni o'rganib, tarixini o'rganib, marketing plani bo'ladi. Har bitta ko'p tarmoqli marketing kompaniyani marketing planlarini o'rganib, shu ishga kirishsangiz bo'ladi. Chunki bir xil kompaniyalar ozgina ishlaydi va mahsulotlarga unchalik talab bo'lmagani uchun yopilib ketadi. Bular masalan 5-10 yil ichida ma'lum bo'ladi, kompaniyalarning ko'pini saralab o'zi qoladi. Men tavsiya qilayotgan kompaniya Coca-Cola'da bu mahsulotlarni juda ko'pchilik insonlar uchun talab juda ham katta. Chunki inson sog'lig'i muhim turadi, birinchi navbatda turadi. Va bu kompaniya deyarli bir 26-yil bo'lyapti shu tashkil topib ishlab yurganiga va 200 dan ortiq xil mahsulotlari bor. 200 ga yaqin dunyo bo'yicha mamlakatlarda bu mahsulotlarini odamlar iste'mol qilyapti. Marketing plani ham ko'p tarmoqli boshqa kompaniyalarga qaraganda juda ham oson va yengil va xohlasangiz passiv daromadga chiqishingiz mumkin. Xohlasangiz qo'shimcha shu daromadga yoki bo'lmasam seriyozli bir biznes qilaman desangiz, ko'proq pul ishlayman desangiz, albatta harakatingizni ko'proq va jiddiyroq kirishasiz bu ishga. Bu ishda doimo ustoz bilan aloqada bo'lib turish kerak. Va ustoz sizga albatta bu xo'jayin emas. Siz bu ishda erkin distributor. Ya'ni siz xohlagan paytingizda bu ishda shug'ullanishingiz mumkin. Xohlaganingizda xohlang ertalab vaqtli turing, xohlang kechqurun kechasi ishlang. Lekin bu ish bilan har kuni nima deydi, sistematik ravishda ishlash kerak bo'ladi. Chunki sistematik harakatda juda ham ish katta. Endi bu kompaniyani mahsulotlarini kelsak, buni avvalambor kompaniyani hurmat qilish kerak, sevish kerak va mahsulotlarni ham sevib iste'mol qilish kerak bo'ladi. Chunki kompaniyani mahsulotlarini sevib iste'mol qilib o'zingizda sinab ko'rmasangiz, boshqalarga qanday tavsiya qilasiz? Buni haqida o'ylab ko'rishingiz kerak va o'zingizda qandaydir bir natija olasiz baribir. Chunki bu ko'p Coca-Cola mahsulotlarini men ancha yillardan beri davomida iste'mol qilib kelyapman. O'zim mana oldingi videolarimda gapirganman. Bu mahsulotlarni ichmasdan oldin menda juda ham ko'p diagnozlarim ham ko'p edi. Shu kasalligim tufayli ishdan ham bo'shab ketganman, yaxshi ishdan. Endi hozirgi ahvolimni hozir bemalol shu ishlasam bo'ladi, lekin yoshim mana hozir 65 dan oshib qoldi. Endi lekin shu yoshimga qaramasdan menda kuch, g'ayrat, energiya to'la. Chunki men shu Coca-Cola mahsulotlar bilan o'z organizmimni ancha tiklab olganman. Endi mahsulotlarni ichgan holda bularni bizga qanday ta'sir qilyapti, bularning xususiyati, nimadan iborat, qanaqa element, bu hammasini tushuntirishlari bor bu kompaniyani saytida. Har bir hamkor ko'p tarmoqli marketing bilan shug'ullanishdan oldin bir daftar tutib, daftarga o'z orzu maqsadlarini yozib qo'yish kerak. Bu yuqorida aytib o'tganimdek, orzu maqsadlarni xuddi amalga oshgandek, hozirgi уже bo'lib o'tgandek yozish kerak bo'ladi va maqsad va orzularingiz juda ham ko'p bo'lishi kerak. Ko'p bo'lsa, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi va uni doimo yozib to'ldirib borish kerak. Har bir zamonda uni ochib o'qiganingizda bu sizga qandaydir ilhom baxsh etadi. Sizni olg'aga chorlaydi, harakatga keltiradi. Bu hamkorlaringizga ham shu tarzda o'rgatasiz. Hamkorlaringiz bilan birga yig'ilib shu orzu maqsadlaringiz haqida gaplashib yurgandan keyin sizda bitta nima deydi, единомышленник deydi ruschasiga. Hamfikr hamkorlaringiz paydo bo'ladi. Bu hamkorlar bilan birgalikda sizni jamoangiz shunaqangi mustahkam bo'ladiki va ichingizda qandaydir bir narsa to'lgandek, qandaydir bir g'urur bilan, qandaydir bir ishonch bilan qadam qilishga boshlaysiz. Hamma sabablarni va orzu niyatlaringizni yozgan daftaringiz sizga yuqorida aytib o'tganimdek
ilhom baxsh etadi va ko'z oldlaringizga bu orzu niyatlarni ushalgan holda keltirib, o'sha tuyg'ularni his qilib yurishingiz kerak bo'ladi. Bu ham psixologik nima deydi, yordam bo'ladi va bizni ostki ongimiz shunga ham harakatni da'vat etaveradi. Masalan, mashina olmoqchisiz. Mashinangizni qanaqa rangda bo'lishi kerak, u qancha turadi, qanaqa marka bo'lishi kerak, qachon shu mashina bo'lishini orzu qilyapsiz. Bularni hammasini daftarga yozib qo'yish kerak bo'ladi. Aniq bir, masalan, daromad shunchadan olayotgan bo'lsam, men demak 1 yil yoki 1,5 yilda mana shunaqa shu orzumdagi mashinani olishim mumkin ekan deb, shu oyini, yilini yozib qo'ysangiz, bu sizga yana ham ilhom baxsh etadi. Tasavvur qiling, masalan, siz 10 oydan keyin shu tarzda ishladingiz, oyiga hech bo'lmaganda 2 ta odam bilan hamkor topdingiz. 10 oydan keyin sizda kamida bir 2,000 dan oshiq odam bo'ladi. Endi siz deylik 30-40 ming dollarlik daromadga chiqdingiz. Siz bemalol uy ro'zg'orlarni ham ta'minlab, undan tashqari boshqa narsalarga ham kimgadir yordam berishingiz mumkin yoki oilangizdagi har xil muammolarni so'zsiz yechishingiz mumkin. Sayohatlarga oilangiz bilan chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bu har xil sanatoriylarga borib davolanishingiz mumkin bo'ladi. Endi vaqt keladi, albatta hamkorlaringiz bo'ladi. Lekin bu hamkorlarni, bularning orzularini yetishi uchun siz ko'proq jiddiyroq harakat qilib, bu ishga yondashib, ularga madad bo'lib, ruhini ko'tarib, birgalashib shu orzu maqsadlaringizga erishishingiz yaxshi bo'ladi. O'zaro bir-biringizni hurmat qilib va ularni bilan tez-tezda uchrashuvlar qilib, ularni quvvatlantirib turish kerak bo'ladi. Chunki bu ko'p tarmoqli marketingda, mana yerdagi biznesga o'xshagan emasda, ko'proq qo'l ostingizdagi hamkorlaringizga e'tibor berishingiz kerak va ularni ko'proq boyib ketishi siz uchun qiziq bo'lishi kerak va bu narsa masalan yerdagi biznesda tamomila teskarisi. Hamkorlaringiz sizdan ham ko'p daromad qilishi mumkin. Yerdagi mana bu traditsional bizneslarda bu holat yo'q. Hech qachon sizning xo'jayiningiz sizdan kam oylik ola olmaydi yoki siz ko'p ola olmaysiz, u xo'jayindan tashqari ko'p pul ishlay olmaysiz. Bu amallarni sekin-asta bajarib borsangiz, jamiyatingiz, tashkilotingiz sekin-asta bilan oldinga harakat qilib boradi va barcha hamkorlaringiz ham siz ham orzu maqsadlaringizga yetishasiz. Sizda qanday orzu bor bilmayman. Sizni bu orzungizga erishish uchun yo'lingizda qanchalik to'sqinliklar, umidsizliklar uchraydi va uni siz boshidan kechirasiz. Buni ham meni qiziqtirmaydi. Lekin sizni saharlab uyg'otadigan va harakatga keltiradigan orzu tez orada amalga oshib ketadi. Shuni yaxshi biling. Ko'pchilik bilsa kerak, bir ishni boshlash juda ham qiyin. Osonlik bilan hech narsa bo'lmaydi albatta. Hayot tarzingizni o'zgartirish bu juda ham qiyin narsa. Chunki hozir o'rganib qolgansiz, ishga borasiz, ishingizda ma'lum bir oylikni olasiz, uyga kelasiz, ovqat qilasiz yoki ovqatlanasiz, dam olasiz, bola chaqa bilan bir joyga chiqasiz va ertasi kuni yana ishga borasiz. Ish, uy, ro'zg'or, tirikchilik shunday qilib hayot o'tib ketganini ham ko'pchilik bilmay qoladi. Chunki o'z ustida ishlashga vaqt ham topolmaydi. Bunga qandaydir turtki yo'q, qandaydir jamoa yo'q bo'ladi-da. Endi shunaqangi qiyinchiliklar, shunaqangi to'sqinliklar uchraydiki, mana bir xil paytda umidsizlikka ham tushib qoladi inson. Ko'p tarmoqli marketingga ham shug'ullanishni boshlaganingizda boshida o'xshamasligi mumkin. Chunki yetarlicha ma'lumotingiz yo'q bu soha haqida. Shuning uchun ko'proq ustoz bilan muloqot qilib turib, bilmagan narsani so'rab turish kerak. Har bir qadamingizda iloji bo'lsa, nima uchun bunaqa, nima qilishim kerak? Ustozni qo'ymaslik kerak. Savol va undan keyin o'zingiz payt kelib qolishi mumkin, shubha tug'ilib qolishi ham mumkin. Bu ishim bo'larmikan? Ikkilanib qolishingiz ham mumkin. Shunaqa paytda har xil nidolar qilishingiz mumkin. Nima uchun men to'g'ri yo'lga yuryapman-ku? Nima uchun men birovni haqqini yemayapman-ku? Nima uchun ish yurishmayapti? Degan har xil o'y xayollar ham kelishi mumkin. Lekin siz qanchalik qiyinchilik bo'lmasin, qanchalik umidsizliklar, boshqalar bo'lmasin, shuni doim esda tuting. Orzuyingizdan hech qachon voz kechmang. Har qanday qiyinchiliklar ham bo'ladi va bular keladi, qolish uchun keladi. O'tib ketish uchun keladi. Shuni bilingki, buyuklik bu faqat tanlangan insonlar tatib ko'radigan sehrli, hayoliy yoki ilohiy bir narsa emas. Bu haqiqatan ham har birimizda mavjud bo'lgan narsa. Siz aynan o'sha inson ekanligingizga ishonchingiz bu juda ham muhim narsa. O'zingiz shunga ishonishingiz kerak-da. Ko'pchilik insonlar
mana o'sib ulg'ayib katta bo'lib uylanib turmush qurib boshqa qilib mana institut o'qiydi, kollejda o'qiydi. Shu bilan hayot ishlayapti, tirikchilik deydi, boshqa deydi. O'z ustida ishlashi, rivojlanishi, dunyoqarashini kengaytirishi to'xtatib qo'yadi. Chunki bunga hojat yo'q deb hisoblaydida. Ular o'smay qoladi hayotda. Shuning uchun ularni dunyoqarashi unaqa keng bo'lmaydi va ular rivojlanishdan to'xtab qoladi. Endi ko'pchilikka ma'lum bunaqa insonlar hayotida juda ham ko'p nolishni yaxshi ko'radi va biror narsani o'zgartirishni ham istamaydi. Ko'pchilikni mana uyiga borgan bo'lsangiz, o'sha eski hammom, eski tos, eski tog'ora. O'zgarish yo'q, yangilikka intilish yo'q. Ular o'z orzularini ustida ishlamaydi va bir xillari hatto orzu ham qilmaydi. Orzu qilishni ham esdan chiqarib qo'ygan. Birinchi sababi muvaffaqiyatsizlik qo'rquvi. Bu ish bo'lmay qolsa-chi, o'xshamay qolsa-chi, odamlar nima deydi? Uyat sharmanda bo'laman. Ikkinchisi bo'lsa, bu muvaffaqiyat qo'rquvi. Agar o'xshab qolsa-chi, ishim yurishib ketsa-chi, odamlar nima deydi? Eplolmay qolsam-chi bu ishni? Sharmanda bo'laman. Va shunga o'xshagan ishlar, shunaqa o'ylar bo'ladi ko'p insonlarda. Chunki bunaqa insonlar butun mas'uliyatni bo'yniga olishni istamaydi va bunga xohishi ham bo'lmaydi. Ko'pchilik o'zini yaxshi bilmaydi-da, o'zini o'rganmaydi. Bir xil odam dangasa bo'ladi, bir xil odamda sog'lig'i bo'lmaydi, haqiqatan ham energiyasi bo'lmaydi. 30-40 dan keyin ko'p insonlarning energiyasi tushib ketadi. Mana shu narsalar bo'lish uchun ham bu mana men qaror qilib turmay uchun tavsiya qilganimki, bu inson organizmiga bog'liq ko'p narsa. Energiya beruvchi ham shu organizmdagi bizning hujayralarimizni, umuman organizmimizni nima deydi? Hujayralarimiz agar energichli bo'lsa, biz ham energichli bo'lamiz-da. Hujayralarımizga nima kerak? Bularning hammasi shu qora qulupda bor. To'g'ri, anaqa nima deydi? Strukturali shifobaxsh suvlari bor. Suv bor. O'sha suvni ichish kerak. Bu birinchi navbatda. Ko'pchilik kasallik shu обезвоживание deydi, suvsizlikdan paydo bo'lar ekanda. Bu ham energiya beradi. Odam qandaydir bundan tashqari qanchadir bir o'zi ma'lum bir kerakli narsalar bor. Agar tozalagandan keyin ham energiya paydo bo'ladi. Va tozalagandan keyin har xil vitaminlar, har xil tabiiy energiya beruvchi, mana Q10 degani bor, grifoniya degani bor, bu uyqungizni juda ham zo'r qiladi. Jigaringizga juda ham yaxshi Antidox degan bu tabiiy narsa bor. Bu preparatlar juda ham zo'r narsa. Bu hammasi tabiiy narsa. Butun dunyodagi olimlar o'ylanib, shu kompaniyaga ishlaydi, shu mahsulotlarni o'ylab chiqaradi. Kompaniyadagi shu olimlar. Juda ko'p insonlar o'zida ko'p ustida ko'p ishlamaydi-da, boshqalarning hayoti bilan ko'proq qiziqtiradi. O'zi haqida inson ko'proq o'ylanish kerak. Sog'liq haqida ko'proq o'ylash kerak. Qayerga ketyapman, nima yeyapman, to'g'ri ovqatlanyapmanmi, yo'qmi, zararmi, foydami bu ovqat yeyotganim, yoki ketgan suvim yoki napitkam yoki bir har xil nima deydi? Keraksiz ichimliklar, masalan, chekish ham juda ham ko'p zarar. Ko'p vaqtni ko'proq odam o'ziga sarflash kerak. Endi bir oddiy bir ishda ishlaganda inson bunaqa ishlarga o'ziga vaqt ajratishga hech qachon vaqti bo'lmaydi. Kamdan kam vaqt topishi. Chunki tashvish, ro'zg'or, uyda bekor qolganda ham shu tashvish ro'zg'orda o'ylab o'tiraveradi. Shuning uchun atrofingizda bu ko'p tarmoqli marketing bilan shug'ullanishni boshlaganingizdan keyin ko'proq shu muvaffaqiyatsiz insonlardan uzoqroq bo'lishingiz kerak. O'z atrofingizga muvaffaqiyatli, yangilikka intiladigan, haligi hozirgi hayot tarzi o'ziga qanoatlantirmaydigan, farovon hayotga intiladigan insonlar bilan atrofingizni sekin-asta o'rab borishingiz kerak bo'ladi. Siz asta sekin-asta o'z ustingizda ishlab borganingizdan keyin, o'zingizga sarmoya kiritishga boshlaganingizdan keyin, ya'ni har xil o'quv kurslariga, har xil kitoblarni o'qishga boshlaganingizdan keyin, siz ham shu muvaffaqiyatli insonlarning qatoriga qo'shilishga borasiz. Sekin-asta o'zingizni qanchalik kuchli ekaningizni, qanchalik noyob ekanligingizni his qilib boshlaysiz. Qanchalik nimalarga qodir ekanligingizni ham o'zi his qila boshlaysiz. Siz agarda boshqalarning fikr bilan, boshqalarni kuzatib, boshqalarni taqlid qilib yuraversangiz, ikkinchi darajali inson bo'lib yuraverasiz. Bu narsa odamning izzat nafsiga ozgina tegish kerak. Lekin siz o'zingiz uchun birinchi darajali inson bo'lishingiz mumkin. Men sizni hayotda o'z joyingiz haqida qandaydir bir qarorga kelishingizni so'rab qolardim. Sizni niyatlaringizni tushuna olmaydi ko'pchilik. Gaplaringizga tushunmasligi mumkin. Sizni qiladigan ishingiz shunchaki buni anglab, tushunib, o'z prinsiplaringizga amal qilib, ishingizda davom ettiraverishingiz kerak. Atrofingizda ilmga tashna, ko'zlari chaqlagan, yangilikka intiluvchan,
o'z orzulari sayin harakat qilib ketayotgan insonlar bilan, oldingi hayot kechirishdan bosh tortgan insonlar bilan atrofingizni o'rab olishingiz kerak. Bunday insonlarni g'oliblar deyishadi va bular g'oliblar jamiyatidir. Mana shunga intilish kerak. Buyuk orzu va maqsadlari bilan yashovchi insonlar hayotida sodir bo'layotgan hamma narsalar faqatgina ularni o'zlari bilan bog'liqligini tushunib yetishgan. Muvaffaqiyatli ham, muvaffaqiyatsizlik ham, hamma narsa faqat insonning o'ziga bog'liq. Agarda muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, avval qo'lga kirita olmagan narsalaringizni ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, hayotda zavqlanib yashamoqchi bo'lsangiz, o'zingizga sarmoya kiriting va buni men sizdan so'rab qolaman. Agar sizga boshqalar fikri ta'sir qilsa, siz qurbon bo'lasiz. Siz umidsizlikka duch kelganingizda ham siz men buni uddalayman va hech qachon bu ahdimdan qaytmayman. Hech kim ishonmasa ham men o'zimga ishonaman deb ongsiz ravishda shu narsani anglashingiz kerak bo'ladi. Bu ishni men nima bo'lganda ham uddalayman. Doim bu ishimga ishonaman va yo'ldagi har qanday to'siqni ham yengib o'taman deb ahd qilishingiz kerak bo'ladi. Ba'zilari hoziroq keyingi shu bosqichga o'tib olsam deb o'ylaydi. Ular men tezroq mustaqil bo'lib, ko'p pul ishlamoqchiman, sayohatlarga chiqmoqchiman deb aytishadi. Lekin bu narsa darhol sodir bo'lmaydi. Siz yangi darajaga, keyingi pog'onaga o'tishingiz uchun har kuni tinmay mehnat qilishingiz kerak, orzungiz ustida ishlashingiz kerak va o'zingizga sarmoya kiritishingiz kerak bo'ladi. Men sizlarga ko'proq kitob o'qishni tavsiya qilaman. Siz ishlayotgan kompaniyani har xil konferensiyalarga, yig'inlarga qatnashishingizni istayman va o'z vaqtingizni o'zingiz uchun sarflashingizni, o'zingizga sarmoya kiritishga sarflashingizni iltimos qilgan bo'lardim. Har kuni 2 soatdan o'zingizni bilish va o'rganish uchun sarflashingiz kerak. Vaqt kelib, siz asli o'zingizni yaratgan bo'lasiz. Boshqalarga endi siz qaram bo'lmaysiz va sizga boshqalarga yoqasizmi, yo'qmi, bu farqi bo'lmaydi. Siz endi o'zingiz shaxs bo'lib yaratildingiz. Hammaga yoqish qiyin. Shuning uchun hech kimga hisobot bermang va bir narsani isbot qilaman deb ham urinmang. Qanday yashashni istasangiz, shunday yashang, hech kimga qaramang. Shunday qilib yana bir bor iltimos qilaman, o'zingizga sarmoya kiriting va orzularingizni amalga oshirmagunicha oldinga harakat qilavering, hech qachon harakatdan to'xtamang. Yaqinlaringizni siz bilan mag'rurlanishiga majbur qiling. Tan bersin. Siz milliondan bir inson bo'lishingiz mumkin. Chunki siz o'z yo'lingizni tanladingiz. Endi hayotingiz hech qachon avvalgidek bo'lmaydi. Sizni atrofingizda qanchalik qo'llab-quvvatlamaydigan insonlar ko'p bo'lsa, siz shunchalik kuchli va matonatli bo'lib boraverasiz. Qancha ko'p odamlar sizni ishonchingizni yo'qotib boraversa, siz shunchalik o'zingizga ko'proq ishonadigan bo'lasiz. Mayli, sizga hech kim ishonmasin. Siz yana yiqilasiz. Lekin siz o'rningizdan turib, asosiysi yana boyagidek o'z orzungiz sayin ketaverasiz. Har kuni orzungizni o'ylab, o'zingizga so'z berishingiz kerak. Men yutmagunimcha, orzuyimga yetmagunimcha bu o'yin hali to'xtamaydi. Har kim o'z orzusidagi hayot bilan yashashga haqlidir. Shu bilan va bu videoni yakunlayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Salomat bo'ling.